Xolam bu ikkinchi onam. Xola bu jiyanini birinchi kundan qo'lida ko'targan, onadek ovutgan, mehrini ayamagan inson. Xola bu onaga juda o'xshash, ammo o'ziga xos mehr sohibasi, yurakda alohida o'rin egallagan qadrdon. Xola bu ba'zan do'st bo'lib suhbat quradigan, ba'zan himoyachi bo'lib yoningni oladigan, ba'zan esa shunchaki quchoq ochib yupatadigan inson. Xola bu ko'chaga chiqqanda tanishlariga seni ko'rsatib maqtangan, mana bu meni jiyanim deb faxrlangan inson. Xola bu ba'zan sen bilan bir tomonda turib, hatto onangga qarshi chiqib, bola yaxshi, sen qattiq gapiryapsan deb aralashadigan ikkinchi ona. Xola bu seni yuzingdan o'pib, bag'riga bosib, jigarimni parchasi, sen men uchun hamma narsadan azizsan deb erkalaydigan mehr qo'rg'oni. Xullas xolam hayotni turli pallalarida turlicha qiyofada, lekin bitta nom bilan mening ikkinchi onamdir. Xolam bu ikkinchi onam. Xola bu jiyanini birinchi kundan qo'lida ko'targan, onadek ovutgan, mehrini ayamagan inson. Xola bu onaga juda o'xshash, ammo o'ziga xos mehr sohibasi, yurakda alohida o'rin egallagan qadrdon. Xola bu ba'zan do'st bo'lib suhbat quradigan, ba'zan himoyachi bo'lib yoningni oladigan, ba'zan esa shunchaki quchoq ochib yupatadigan inson. Xola bu ko'chaga chiqqanda tanishlariga seni ko'rsatib maqtangan, mana bu meni jiyanim deb faxrlangan inson. Xola bu ba'zan sen bilan bir tomonda turib, hatto onangga qarshi chiqib, bola yaxshi, sen qattiq gapiryapsan deb aralashadigan ikkinchi ona. Xola bu seni yuzingdan o'pib, bag'riga bosib, jigarimni parchasi, sen men uchun hamma narsadan azizsan deb erkalaydigan mehr qo'rg'oni. Xullas xolam hayotni turli pallalarida turlicha qiyofada, lekin bitta nom bilan mening ikkinchi onamdir.